Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli qeyrindoshlar. Hozir sizlarga ustoz Muhammad Yusufning muhim kitoblaridan birini tanishtiramiz. U bo'lsa-mu Hayotning payzini suring degan kitobdir. Bu kitob 2020-yili Istanbulda nashr qilingan. 2023-yili Qozog'istonda rus harfidagi Uyg'ur tilida nashr qilindi. Ko'pincha kishilar kitobning ismiga qarabla bu kitob dunyolik qilib berilib, kayib sapo surishga targ'ib qiladigan o'xshamamdo deb qilishi mumkin. Ammo bu kitob u kishilar o'ylagandek emas. Chunki bu kitobda Allohga qalbimiz bilan ching bog'lanib, uning diniga mahkam esilib, bizga ato qilingan bu umrni ma'nilik, huzur halovatlik va natijalik o'tkazishning retseptlari ko'rsatib berilgan bo'lib, sizni huzurli bir hayotga yetaklaydi. Kitobning muqaddimasida mundaq yozilgan: Dunyoda har qanday odam hayotini huzurli va ma'nilik o'tkazishni xohlaydi. Hech kim baxtsiz va ma'nisiz hayot kechirishni xohlamaydi. Ammo insonlarning to'lasi o'zidagi va abcho'risidagi huzur halovat omillarini bilinmaydi. Ular go'yo to'yga ustida turib, to'yga izlagan odamdek huzur halovatni va ma'nilik turmushni yo'q yerlardan izlaydi. Rossiyalik mashhur faylasuf Tolstoy biz ko'pincha vaqtlarda baxt saodat yenimizda tursimi, xuddi ko'zimizda turgan ko'z aynakni izlagandek uni izlab yurimiz degan ekan. Reallik shuni isbotladiki, hayotning payzini surish, uni ma'nilik o'tkazish yo'lini bilgan har qanday odamning qo'lidan keladigan ishdir. Shunga biz ko'z qarashlarimizni, e'tiqodimizni va tasavvurimizni ijobiylikka o'zgartirish, nazar doiramizni kengaytirish va o'zimizdagi yushurin javharlarni qizish orqali hayotimizni ma'nilik va huzur halovatlik o'tkazishga albatta qodirmiz. Bu dunyoda va oxiratda baxtlik va huzurli hayotga erishishning eng birinchi omili iymon va yaxshi amal ekanligini qat'iy unutmasligimiz kerak. Alloh taolo mundaq deydi: Er ayol mu'minlardan kimki mu'minlik holatida turib bir yaxshi amalni qiladigan, biz uni albatta eng yaxshi hayotda yashitimiz va albatta ularni qilgan amallarining eng yaxshisi bo'yicha mukofotlaymiz. Barcha saodat iymon va yaxshi amaldan keyin keladi. Chunki iymon qalbimizni tinchlantiradigan, bizni harakatlantiradigan energiya bo'lib, yaxshi amal iymonning natijasi va ikkala olamlik saodatimizning kafolatidir. Bu kitob tövandagi mavzularni o'z ichiga oladi. 1. Alloh bilan bo'ling. 2. Minnatdorlik mo'jizalarni yaratadi. 3. Huzuringizni buzishga yo'l qo'ymang. 4. Azoblanmay desangiz ko'nglingizni keng tuting. 5. Biologiyalik soat va tan saqligi. 6. Yaxshilik va yomonlik yanada sizning tanlashingizdir. 7. Minnatsiz yaxshilik qilishni o'rganing. 8. Kechirish kuchliklarning xislatidir. 9. Muvaffaqiyatga emas, muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirishga tirishing. 10. Kichik ishlardan xushal bo'lishni o'rganib oling. 11. Rahim shafqat Allohning eng buyuk qonunidir. 12. Gunohini to'nigan odam yaxshi odamdir. 13. Samimiy duo mu'minlarning eng o'tkir qurolidir. 14. Ijobiy bo'ling. 15. O'zingizdagi olmosni bilamsiz. 16. Oldiroqsonlik shaytondan, ammo chabdaslik pishib yetilganlikdan. 18. Passiblik o'zini o'ldirganlikdir. 19. G'aflat odamning eng qorong'ulik chog'laridir. 20. Allohga vasila qilgudek amalimiz bo'lsin. 21. Aqlliqlar va aqlsizlar. 22. O'z chirog'ingizni yondiring. 23. Oilamizni jannatga aylantiraylik. 24. Hojatmanning hojatini ravo qilish katta ibodatdir. 25. Oldini olmaslik tugamas pushaymon. 26. Mu'minlarning ikki cho'ng quroli. 27. Ko'ngil asrash ibodatdir. 28. Bizdagi oxirat ishonchisi. 29. Har ishni Alloh uchun qiling, qog'ini o'zi keladi. 30. Yaxshilik qilish sizning xislatingiz bo'lsin. 31. Qitirqinib qilgan ish ravojliq ishdir. 32. Payg'ambar alayhissalomning 24 soat ichidagi zikr va duolari. 33. Siz ishongan birining ilkida bo'lsangiz, hech qo'rqmang.
34. O'lik biliqdan boshqasi suning eqishiga mangmaydi. 35. Tavba istig'forining ahamiyati. 36. Kishilarni xushal qilish san'ati. 37. Alloh taologa murojaat qilishni unutib qolmayli. 38. Ota-ona bilan bola o'tirsidagi ishonch krediti. 39. Taqdirga isyon qilishdan saqlaning. 40. Salbiy uchurlarga quloq solmang. 41. İcabiylik isil kishilarning xislatidir. 42. Mukammal shunos bo'lib olmang. 43. Qo'rqinchni yengishni bilib oling. 44. Hasadxo'rlik eng xatarlik ma'naviy kasaldir. 45. Kishilarni hurmatlash sizni yuksaltadi. 46. Halol yeyish ibodatdir. 47. Haromdan qutulishning chorasi. Tövəndə sizlərə kitabdakı birinci mavzunu o'qib beramiz. Allah bilan bo'lin. İnsanның qalbidagi bo'shliqni faqat Alloh taoladan boshqasi to'ldiranmaydi. İnsanның ma'naviy g'izosi Alloh taolani yod etishdan keladi. Dilla Alloh taolani yod etish bilan orom topadi va huzur halovat his qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Bilinglarki, dilla Allohni yod etish bilan orom topadi. Allah Taala bilan birga bo'lishdan keladigan huzur halovatdan boshqa barcha xo'shallik va huzur halovat yuzaki va o'tkinchidir. Allah Taala qalbimizdagi eng cho'ng muhabbat va eng cho'ng quvvat manbasi bo'lib, biz Allah Taala bilan bo'lgan vaqtimizda eng kuchlik, uningdan g'aflatda qolganda bo'lsa eng ojizmiz. Allah Taala bizga eng yaqindir, u amonlik va kuch-quvvat manbasidir. Allah Taolani yod etish va hamisha Allah Taolo bilan birga bo'lish har bir musulmonga farzdir. Allah Taolo mundaq deydi: Ey iymon etqanlar, Allohni ko'p yod etinglar, Allohni ko'p yod qilinglar. Uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom sahobalariga: Sizlarga Rabbinglarning dargohida eng yaxshi sanaladigan, martabanglarni eng yuqori ko'taradigan, Alloh yo'lida oltin, kumush sarf qilgandanmi, dushmaninglar bilan naq maydon ilishib, jihad qilgandanmi yaxshi sanaladigan amalni aytib beraymi dedi. Sahobalar: "U qaysi ey Rasululloh?" deb so'rashdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga Allohni ko'p yod etish deb javob berdi. Haqiqatanmi musulmon kishining eng yaxshi holati uning Alloh taoloni yod qilish bilan mashg'ul bo'layotgan chog'lardagi holatidir. Allah Taala bilan ma'naviy muloqotda bo'lgan va uningga munojat qilgan vaqtdagi huzur halovatning lazzatini faqat tetiganlar biladi. Allah Taolani yod etish Allah Taolaning zimindagi jannatidir. Ziminning jannatiga kirmagan odam albatta oxiratning jannatidan mahrum bo'ladi. Allah Taolani yod etish insonni iztiroblari va mushaqqatlardan qutqizguchidir. Siz Allah Taolo bilan bo'lgan chog'laringizda sizning xushalligingiz ortib boradi. Qalbingiz tinchlanadi. O'zingizni baxtli his qilasiz. Tuyg'ularingiz rohatlanadi. Duo qilsangiz Alloh taolo sizga intayin yaqindir. Nido qilsangiz u sizni bak anglag'uchidir. Tilasangiz ijobat qilguchidir. Sizni g'am qayg'u o'rib olganda Alloh taoloni yod eting. Uningga munojat qiling. Sizni qo'rqinch besib olganda Alloh taologa tayining, uningdan yordam tilang. Sizni yolg'izlik chirmib olganda Alloh taologa zikr ayting, uning kalomini tilovat qiling. 20 yoshlar atrofidagi bir yosh poyezdga chiqadi va bir buvayning yonidagi bo'sh o'rindiqda o'ltiradi. Buvay yo'l bo'yi Alloh taologa tasbih aytish bilan bo'ladi. Yiliqi yosh buvayning bu holatidan qattiq zerikidi va uningga anglatib turib, bu zamondagi insonlar hozirgi taraqqiyotni bilmamdigandi. Yana shu koni usul bo'yicha tasbih aytib o'ltiradi. Bularning zamonning taraqqiyotidan qilcha xabari yo'q. Oramizdagi yashinib qolganlar bizni qaloqlikqa va orqaga chekinishga undaydi. Ular vaqtni isrof qilib, tasbih etish bilan kun o'tkazadi. Angladinglarmi? Hozir meditsina taraqqiy qilib, millionlagan insonlarning o'limiga sabab bo'lib kelgan bakteriyani o'ldiradigan pensilin ijod qilindi deydi. Yiliqi buvay tabassum qilib turib, "Men ashu pensilinni ijod qilgan Aleksandr Fleming bo'laman" deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlar qo'rqadi deydi.
Chunki Alloh taoloni mayli Qur'on, hadis orqali tonigan bo'lsin yoki matematika, fizika, biologiya qatorliq tabiiy fan sohasida tonigan bo'lsin, Alloh taoloni haqiqiy bilgan, uning cheksiz ilmini va qudratini tonigan olim Alloh taolodan albatta hammadan bak qo'rqadi. Alloh taoloni qanchalik to'liq va yaxshi tonigan odam uni shunchalik to'liq qadrlaydi va uningdan shunchalik ayminadi. Demak, Alloh taolo bilan bo'lish, uni yod etish va uningdan yordam tilash ko'nuliq yoki qaloqlik emas, aksicha hozirgi moddaga cho'qinadigan qaloqlikdan va har turli jaholatdan ozod bo'lib, asli fitratga qaytganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Sen to'g'ridinga, Allohning diniga yuzlangin. Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgartishga bo'lmaydi. Bu to'p-to'g'ri dindir. Lekin insonlarning ko'pinchisi buni bilmaydi."